Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Bugun do'stlar kundagidan sal kechroq ko'chadaman. Endi qor konkretni yog'yapti. Men o'zi 2011-yilda oxirida kelganman Moskvaga. Pashti hamma qishda shu yerdaman. Bunaqa qish kam. Endi qish qattiq bo'ladi, qorlari ko'p bo'ladi-yu, birdaniga bundaqa yog'ib qo'ymasdi. Yaxshi yog'ib qo'ydi. Qaranglar. Qorni gapni ochig'i tozalab ulgurmayapti. Biznikilar bo'lganda bunchalik bo'lmasdi. Biznikilarni ko'pchiligi ketib bordi-da. Lekin alhamdulillah bu ham yaxshilikka qadriga yetsin. Mana biznikilar. Ko'ryapsizlarmi qorni? Ajoyib. Lekin hozir qor yog'yapti, maydaroq yog'yapti. Hozir jini tinish arafasiga kelib qoldi. Vallahi alam yana bilmadim. Bu konkretni. Yo'llar bunaqa turmasdi hech qachon. Avtobus yuradigan yo'llar. Yo'llarni ham tozalab ulgurishmayapti. Traktorlar ham, mashinalari ham.